U devor. Men bilan birga olib chiqasanmi? Kim biladi endi birga olib chiqaman. Hamma meni yutib qo'yapti o'sha devor bilan ursam ekan. Ayo bitta shitel bilan bolaga bilan ursaman. Ketdim, uni yoraman. Yo'qda. Ye. Bu bolaga bilan urishmoqchimi? Bu shiteliga ham hayronsan. Aytgancha, barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan jiram. Men o'sha Krif mana yana videolarga xush kelibsizlar. Bola qulas qaranglar. Mana bu shitel bola qaranglar. Nima deyapti bilasizmi? Ya bola qaranglar, hammada yutqizib qo'ygan, urishgan hammada yutqizib qo'ygan va bola nima qilgan bilasizmi? Meni bolaga bilan urishmoqchi, devor bilan urishmoqchi. Bunaqa jinnilar ham bizning qishloqda kam emas. Nima bo'ladi albatta bola sizlar strashniy video like bosib, strashniy bola kanalga obuna bo'lib tashlaylar. Sababim bola tezroq hamma kanallarimda mingtadan oshiq qo'llanishlarni to'ldirishim kerak. Aytgancha bo'ldi, qaranglar. Agarda obuna tugmachasini bossanglar, sizlarni yana bola bir 2 3 ta kanal chiqadi. Albatta o'shalarga ham o'rnab qo'yildi. Sabab bola u kanallarda ham juda ham zo'r bo'lgan videolar chiqib boradi. Bola qaranglar, mana buni gitara chertib o'tirdim. O'sha qishloqni ko'rib qoldim bilan, mayli endi ishimni ham qilib olganman. Nima qilaman bilmadim, hamali oz bola tashqari chiqib ko'raylik, balkim bir narsa topilar demoqchi edim. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom bratan, yaxshimisiz? Yaxshi o'z qilay. Yaxshi-da. Xo'p, politsiya ekan, xo'sh, qanaqa xizmat? Xullas, bitta xizmat mana bu mashinaga garaj qilib berishingiz kerak. Mana mashinaga lekin pulni qurib berish mumkin. Bo'ldi bratan, hozir soqqali qilib tashlaymiz bu narsani. Bo'ldi, qani berinchi qancha pul bera olgansiz? Mana bratan oling. Bo'ldi, brat, bo'ldi. Qurib berasizmi? Bo'ldi, easy brat. Bo'ldi, unda qolsa men merni yonida bo'laman, o'zi chotga quring, lekin qirib olmang, qarang. Bo'ldi bratan, bo'ldi. Xo'p, shuncha ham pul beradimi bu? Nechta stak berdi? Bola sanab ko'raylikchi. Buni usta 9 ta, 9 bola 13 stak pul. Vashshe katta pul berib bordi. Bola qaranglar, o'zimda ham juda ham ko'p pul bor. Nimaga endi bu buzilib qoladi? Minecraft ham shu paytda bug bo'ladi. Biz boraylik, hozir bola qaranglar. O'zimda ham mana shuncha pul bor. Bu ishlarga nima bo'lgan? Men masalan bola, menimcha bola semirib ketyapman. Shuning uchun qaranglar, mana buncha pul bor o'zimda. Shuning bilan vafshu ko'p pul bo'lib ketdi. Keringlar, buni hammasini shkafimga solib qo'yganim yaxshiroq. Sababi buni sandig'imni ochishlari mumkin, lekin bola shkafni ocha olmaydi hech kim. Sababi bu bola kalitli shkaf, o'zim bola cho'tki qilib olaman o'zim. Ya'ni o'zim keyinroq bola qulflab qo'yaman shkafni, undan keyin hech kim shu pullarni hech kim ola olmaydi bola. Tilimni ham o'zi bola sevib chiqib ketdi, ko'rdilarmi? Hisob qo'yaman endi. Chetki nima bo'lib ketdi? Endi siz mana bu yerdan kelinglar. Boltani olib bola mana bu eshiklarni to'g'rilab olaylik. Bu lekin bola normal-ku, lekin mana bu cho'ta bir bola bo'ldi shu eshikka. Hozir bola oppana qilamiz-da. Oppa va buni to'g'rilab qo'yamiz. Bo'ldi, все. Cho'ta bug, shunaqa buglar yoqmaydi Minecraftni. Endi siz bola mana bu mashinaga garaj quramiz, ketdi bola. Endi siz mana buni olamiz-da va lopatka va telefonimizni olsak bo'ldi, все. Merning yonida dedi. Bola qaranglar. Hozir bola sizlar ko'rdinglarmi? Ko'rmadinglar. Qishloq upgrade bola, qishloqni o'zgartirdik qaranglar. Shuning uchun bola ko'p vaqtdan beri videolar o'zi olmayapti. Shuning uchun qishloqni bola o'zgartirgan sababi mana bunga qaranglar bola. Mana balkonchaga qaranglar. Boya ko'rsatishim kerak edi, lekin bola yo'ldan chiqdi. Bu bola qaranglar, mana bu yerda merniy bor. Boya nimaga mana bu ketmadi desam, ana bu yerda edi merniy bilasizlar oldin. Lekin bola mana bu yerga ko'chirtirdik merniyni. Kichkina dedim, menga kattaroq kerak dedi. Shuning uchun mana bu ko'chirtirdik. Politsiya ham shu yerda ekan. Assalomu alaykum brat. Alaykum assalom bratan, yaxshimisiz? Yaxshi o'zingizga salomlashganiga assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Krif, yaxshimisan? Yaxshi, killa. Bitta ichkani ko'rsatib o'tay o'rnashlarimga. Bemalol. Bo'ldi, qaranglar. Mana bu uyni ichini qaranglar. Prosta mazza qilib o'rasizlar. Meni yashagim kelyapti shu uyda. Lekin bola bu meni uyim emas deb bola. Mana bu yerda mazali kravatda o'tirsa bo'ladi. Endi men bosib o'ryapman. Mana vafshe, mana sandiqni ichida lekin balo ham yo'q. Bola mana bu qaranglar shkaflar vafshe ideal qilib qurilgan. Lekin esa boramiz deb bola tezroq garajni qurib bitirib. Garajni qurasizmi? Quryapman. Mana o'z boshimcha bo'ladi. Mayli bola, qaranglar. Mana bu mashinaga endi bitta minib, endi bola ozgina qishloqni yana bir chekkalari bor, o'zini sizlarga ko'rsatishim kerak bo'lgan. Shularni ko'rsataman. Bo'lib vafshe udar ekan mana bu mashina. O'zimga olib qolsamikin deya olmayman. Sababi men mashina emas, politsiyaning mashinasi bo'ldi. Lekin bola uy qiladigan qani bola? Ana tepasidagi uy qiladigan qani bola? Yo'q ekan bola, nicho. Tak mana bu uyda nima bor bilasizmi? Bu uyda sotuvchi bor. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum assalom, yaxshimisiz brat? Yaxshi o'z qilay. Yaxshi-da.
bo'la qaranglar, mana bu yerda shuncha narsa sotadi bu bratan. O'zimga kelavering, o'zim beraman cho'tga qilib. Mayli, mebellar sotadi bu bratan bo'la va qaranglar. Mana bu yerda esa qishloqni kirish chiqishi bo'la. Shu yerni ham sizga ko'rsatib o'tishim kerak-ku. Mayli, hozir bo'la ozgina daraxt bo'lib, undan keyin ko'rsataman. Nu bola mana bu yerda prosta kirish chiqish bor. Bu yerda tunnel orqali qishlog'imizga kiriladi va qishlog'imizga kirilgandan so'ng bola ana bu yerda esa asfalt bor. Bir tarafi nima shaharga ketadi, bir tarafi esa prosta o'rmonga olib kiradi bolalar. Nu u o'rmonda baloyim yo'q, to'g'risini aytsam. Hayvonlar bilan gaplashib o'tirasan, xolos. Nu umuman eshitmaydi u tarafda bolalar. Faqatgina mana bu tarafdan ozgina asfalt qurilgan, shu tarafga borasan-da, shaharga borasan bo'lar. U yerda shaharda nima qilasan bilasizmi? Ishma qilmaysan, prosta shunaqa hayot kechirib yurasan bu yerda ham. Degan esa mana bu yerdan ozgina daraxtlarni chop olamiz va siyo bola shuncha yetib qolarmikin bola. Keldi protorashini 30 ta qilaylik, 30 ta yetib qoladi. Lekin bolalarni unchalik katta mashina emas u. Bemalol yetardi mayli bola. Ortiqcha chop qo'yganimiz yaxshiroq deb o'ylayman. Keyinroq qayta qatnab yurish to'g'risi umuman yoqmayapti menga. Degansa mana bularni olamiz va siyo bola 30 ta necha chetga bola. Olma topib oldim bola. Olmani sotib olsam bo'ladi-ku hamali, lekin bola hozircha menga o'zim pulim yetarli. Mayli bola. Degansa mana buni olamiz. Ozgina tosh olishimiz kerak. Ya'ni tosh bilan biz nima qilamiz bilasizlarmi? Bu bilan bola biz polni quramiz. Pol qurmasak bo'lmaydi. Pol quramiz agar nima bo'ladi bilasizlarmi? Bilmayman bola. Men ham lekin polni daraxtdan ham qilsak bo'ladi, lekin buni pol mashinani ko'tarib turadi. Shuning uchun bola agar daraxtdan qiladigan bo'lsa, daraxt ko'tara olmasligi mumkin. Mashinani lekin bola tosh bemalol ko'taradi. Lekin ozgina yana obodlik cho'tdi bola shu yetishga ko'zim yetyapti deb bularni. Takfisiyo mamcha shu yetib qoladi. Bo'ldi, siyo bola. Endi esa garajni qurilishini boshlaymiz tezroq. Qatga quramiz garajni bola. Garajni qatga qursak bo'ladi. Bilmadim, lekin bola qayerga qurishni aytmadi ham. Amal bola, lekin bu yerda vaqtinchalik yashaydi, shuning uchun mana bu yerga qurib qo'yganim yaxshiroq. Kichkina qilib qurib qo'ysa bo'ladi. Unchalik ham katta kerak emas. Bola tak endi mana buni qilamiz deb yana bitta qator qo'shar ekanmiz va tak 3 ta, 4 ta va bola mana bu yerdan qurishni boshlaymiz. Tak stop bola. Bu yetadimi, o'zi yetmaydimi? Cho'ti bola kichkina ko'rinib qoldi-yu, hamani yana bitta qator qo'shsa, endi yetadi bola. Endi aniq yetadi. Siyo bola, shuni endi shunaqa qilib quramiz. Garajni ilkaligi shunaqa bo'ladi. Cho'tki bola. Keling, davay bola. Sizlarga keyingi videoda mana bu tarafda nima borligi, qanaqaligini ko'rsatib o'taman. Albatta sizlar bola uncha videoga like bosinglar va keyingi videoni ko'ringlar albatta. O'sha videoda men u yerda nima borligini albatta ko'rsatib o'taman. Degan so'ppana qilamiz deb. Mana bu bilan mod bilan tayyorlab boramiz buni. Sababini qo'l bilan qilib chiqishga yaraman bo'lar. Degan do'ppana va vsyo. Ay, balakat bola yetmay qoldi-ku toshi. Voy bola, tosh yetmay qoldi. Stop bola, baribir bo'ldi, stop bola. Mana bu tarafga barim nima qurardim-u? Mana bu toshlarni olish kerak endi bola. Bu tosh bizga kerak emas. Sababi mana bu yerga devor quriladi bola. Voy, balakat bola endi degan olamizda bularni va endi tak mana bundan olsa yetadi. Menimcha shuni mayli mana taraf tura qolsin. Tak mana buni qo'yish kerak. Tak oppa va vsyo, oppa. Normal, cho'tki bola. Degansa mana bularni daraxtga aylantiramiz va doskaga, ya'ni bola doska degansa oppani qilib tak bola chama bilan qancha yetadi? Shu yetib qolsa kerak bola. Bemalol yetadi menimcha. Bizga katta mashina garaj qurmayapmiz biz. Kichkinagina politsiya mashinasi. Lekin bola mashina udar ekan, menga yoqdi. Sizga ham yoqqan bo'lsa albatta videoga like bosinglar bola. Davay, like-larni kutib qolaman. Degan so'ppani qilamiz va bitta stak o'zi tugadi bola. Tak oppana va vsyo. Chotki bola, chotki. Degan desa mana bu tepasini yopish kerak buni. Shu eng yomon ko'radigan ishim bu tepa yopish, ya'ni bola shu tepasini yopish garaj uylarni. Tak menimcha bola hozir ulgasa kerak ham, menimcha bola ulganamiz, menimcha mana bu tarafni ham ko'rsatib boraman. Sizlarga ya'ni tunnelni ichini qanaqa normalmi cho'tkim bola, ichini ham ko'rsatib borsam bo'lar ekan, lekin bola yetar ekan. Daqiqa yetmaydi deb o'ylatganim, lekin bola bemalol yetar ekan. Va vsyo bola, garaj bitta qaranglar, lekin garaj ishlari yo'q, bilmadim bola qanaqasiga garaj ishlari yo'q bo'lsa qanaqasiga garaj bo'ladi bu. Mayli o'zlari qo'yib oladi. Undan oldin bola hozir men mashina bilan borib sizlarga prosta minutlarda ko'rsatib kelaman. Mana bu tunnelning ichiga kirib bo'lib, вообще udar, lekin mana bu mashina menga yoqdi. Lada menimcha bo'ladi u. Lada the best deb yozilgan oldiga. Endi esa bola mana bu tarafga yuramiz, go bola gazni bosamiz. Bola qaranglar, tunnelning ichi sal qorong'u, sababi u tunnel bola, u tunnel bo'lganda qorong'uda tishkarsa va mana kichkinagina tunnel bu yerdan qishloqqa kiriladi.
va mana bu yerdan chiqiladi bo'ladi. Qani sekin va mana bu yerda polniy asfalt. Sekin talqasa o'zini o'ldirib bo'ladi, qaranglar. Mana bu tarafda prosta shu tarafga ketaverasan, shaharga borasan. Mana bu tarafda esa prosta o'rmon bo'ladi. Bu tarafda balayam yo'q. Mana bu yerda bolalar 100-qishloq degan yozuv. Kelganda 100-qishloqni bilish kerak. Deganisa sekin endi orqaga qaytishimiz kerak. Zadni bilan boraman men orqaga. Bir harakat bo'lishdi. Endi oldiga o'zim mashinadan burib olish kerak. Sababi zadni bilan necha soatlarda boraman. Zadni bilan yurish undan qarasa qulaysiz bo'lar. Endi sekin qirib olmaslik kerak. Bu meni mashinam emas. Qirib olsang o'zingdan ko'rasan dedi boya. Eshitdilarmi? Eshitmaydilar sabab. Endi oppandan kella chiroqni yo'q bo'laylik. Sababi chiroq yorug' tushmayapti bo'ldi. Menimcha unchalik ham lekin qorong'u emas, shuning uchun Minecraftda tushmayapti bo'la qorong'u. Qanaqa qorong'iga bo'la yorug' tushmayapti. Sababi unchalik ham bu aytadigan darajada qorong'u emas buni ichkarisi. Endi sekin va orqaga yurib, hozir buni bo'lim mashinani garajning ichiga solib qo'yamiz va undan keyin shu boshqa qiladigan shu bo'ladi. Endi sekin olib boramiz garaj ichiga. Bo'la orqa bilan ichiga qo'yishimiz kerak. Nimaga oldi bilan qo'yadigan bo'lsa, keyin chiqarishda muammolar bo'lishi mumkin. Stop bo'la. Nimaga bu rol burilmay qolyapti? Menimcha bo'la texnik nosozlik bormi deyman. O'z bratanni o'ziga ochib qo'yish kerak. Bo'lani o'zimizni mamlakatni qo'rg'ab yurgan odam hayotdan ko'z yummaslik kerak. Bo'la. G'alati-yu. Bo'la mana bu tarafdan chiqib ketdim. Mayli, eshikni yopib qo'yamiz. Bo'la normal cho'tga tushdi. Lekin bo'la qaraylik, katta garajga kichkinagina mashina bo'lib qoldi-yu. Mayli, endi bratanni o'ziga ochib kelamiz. O'zi mana buni olib qo'y, mana bu yerlarga kelle bo'laman, olmani merga beramiz. Mer politsiya bratan, xolos garaj bitdi. Juda ham yaxshi. Xolos kelam kirib, bu bizani hisobda yashar ekan endi buyon. Seryozni. Da juda ham yaxshi. Xolos mana olmani ikkala bo'lishinglar do'stlar. Do'stingni qatdan biling. Endi bu yerdan beri sirlashib, gaplashib o'tiribsizlar. Mayli bola, endi men ichkariga kirib, xolos ozgina damni olaman, sabab juda ham charchab ketdim. Bu garajni qurisham bola, unchalik ham bola qiyin narsa emas, lekin bola modlar bilan umuman qiyinchilik tug'dirmaydi-yu. Mayli, endi mana solib qo'yib, xolos mana bu o'tirib, ozgina sizlar uchun video olib o'tiraman bola. Kompyuterni yo'q, let's go deganlar.